Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Xalq banki bilan birgalikda bir kontur mahsulot tamoyili asosida piyoz mahsuloti yetishtirilgan. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Sovjironbog' mahallasidamiz. Mana bir kontur mahsulot tamoyili asosida piyoz mahsuloti yetishtirildi. Hozirgi kunda tayyor holatda. Bu tayyor bugunga qadar tabiiy mineral o'g'itlardan foydalanildi. Mana hozirgi kundagi holati gektaridan 60 tonnadan piyoz olish rejalashtirilgan. Shunda 5 gektardan 300 tonna piyoz olish rejalashtirilgan. Summasiga keladigan bo'lsak, kilosini 4000 dan nima qilib 300 tonnani 1 milliard 200 million so'm daromad olish ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda piyoz tayyor holatda. Mana hozirgi holati. Xudo xolasa piyozimizga yaxshi ishlov berilgan. Juda yaxshi holatda, mana hosil ham juda yaxshi.